Assalomu alaykum Zamin Moto obunachilari. Bugungi kunimiz barchamiz uchun fayzli, barokatli kunlardan bo'lsin. Zamin savdo do'konida yangi mahsulotlarimiz kelgan. Shular bilan sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Zamin savdo do'konida mana ustakalarimiz, akalarimiz tomonidan chiroyli mana shunday 3 g'ildirayli skuterlar terish jarayonlari. Yangicha ko'rinishda, yangicha dizaynda, mana yangi holatda skuterlarimiz tayyorlanyapti. Ustakalarimiz o'zlari chiroylab terib, korobka holatda ochishyapti. Buni tormozlarigacha, telefon qo'yilgan podstavkalarigacha bor. Balonlari ham katta balonlar. Mayda balonlar emas, mana ko'rishlaringiz mumkin. Yilka raqamlarigacha bor, ha. Yilka raqamlarigacha bemalol borib gai to'xtatsa yo nomer taqaman desa, bemalol yilkalarini ko'rsatgan holatda nomer ham olsa bo'laveradi. Bu skuterimiz mana shunday qilsa nasl jiydi bu. Orqaga keladi. Orqa o'rindiqqa siljigandan keyin mana o'rindiq ham deb aylanib chiqadi. Bundan tashqari pastda ham o'rindig'i bor mana. Bemalol 3 kishi o'tirsa ham bo'laveradi. Yosh kattarog'i yo yosh kichikroqi o'rtaga hamda bunga. Balonlari ham sakadiskali. Old chiroqlari ham bor, bakovlargacha bor. Bakovlarni qatirganimiz yo'q. Akkumulyatorlarni ham chiroylab o'sha mijozlarda oldida qo'yib beriladi. Akkumulyatorlari 2026-yil sanasida yangi holatda Xitoy akkumulyatorlari qo'yib beriladi. Mana ikkinchi g'ildirayli skuterimizni terilish jarayonlari. Ustakalarimiz chiroylab mustahkam qilib terib beryapti. Ustaka, bitta skuter terish uchun qancha vaqt ketadi? Bittasini terish uchun yarim soat ketadi. Yarim soat. Uzoq 1 soat ekanda endi. Endi mayda chudali hashamat ishlari ham bor ekan mana. Ustakalarimiz terib beryapti. Bitta skuterga yarim soat vaqt ketishadi. Orqada faralari ham bor. Ustaka, korobka holatda ham bormi sotuvga? Korobka holatida ham bor sotuvda mana. Yengillab qolibdi mana yuklarimiz. Bor, yana bundan boradi sifatda. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilarimiz. Korobka holatda ham bor mana. Tayyor holatda, terilgan holatda ham bor. Ranglaridan bor, qora, ko'k, mokri. 3 xil rangida mavjud ekan. Tayyor holatda ketyapti. Orqa faralargacha bor, chiroyli holatda. Bitta nimasi ham bor ekan, bagajchasi ham mana. Qo'shimcha bagaj holatda ham bo'lar ekan. Hurmatli obunachilar, kimga mana shunday skuterlar kerak bo'lsa, bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan tashqari Zamin savdo do'konida bike dismi, g'ildirayli dismi, yuk tashishga mo'ljallangan 300 kiloli, 500 kiloli, 1 tonnali, kabinali, kabinasiz motorlar dismi, benzinli motorlar dismi barchasi mavjud. Bemalol ekranda ko'rsatilgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. To'liq ma'lumot berib boriladi. Barchalaringiz Zamin savdo do'konida kutib qolamiz. Doimo sog' salomat bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar.